Tarix bu ko'hna dunyoda o'tgan ko'p jahongirlarni biladi. Shulardan biri buyuk davlat asoschisi Amir Temurdir. U Janubiy va G'arbiy Osiyo, shuningdek Kavkaz, Rus tarixida muhim o'rin tutgan O'rta Osiyolik turkiy hukmdor, sarkarda va zobitdir. 9-aprel dunyoga mashhur jahongir Xilda Hukhem ta'biri bilan aytganda 7 iqlim hukmdori sohibqiron Amir Temur tavallud topgan kun. U Kesh, Shahrisabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'or Yakkabog' qishlog'ida tug'ilgan. Rivoyatlarga ko'ra, u qo'lida qip-qizil qon bo'lagi bilan, sochlari esa mo'ysafid kabi oppoq holatda tug'ilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Movarounnahrda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Onasi esa Tegina xotun, Takina begim, Takina Mohbegim, Buxoro ulamolari peshvosi Mavlono Sadr ash-Shariya, ya'ni shariat qonunlarini sharhlovchi alloma Ubaydulloh al-Buxoriyning qizidir. Sohibqironning bunyodkorlik sohasidagi tarixiy xizmatlari beqiyosdir. U Hindiston hamda Xitoyda Qora dengizga qadar, Sirdaryo va Orol dengizidan Forsga qadar g'oyat katta hududni qamrab olgan, markazlashgan ulkan saltanatga asos solgan. Amir Temur davlatni aql, zakovat va huquqiy asos bilan idora etgan. Uning davlat ishlarining 9 ulushini kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushini qilich bilan amalga oshirdim degan so'zlari buning yorqin dalilidir. Uning qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga 10 g'isht qo'ydirdim, bir daraxt kestirsam, o'rniga 10 ta ko'chat ektirdim degan so'zlari buning isbotidir. Amir Temurga har bir zafarli voqea va sevinchli hodisani mustahkam me'morlik obidasi barpo etish bilan nishonlash odat bo'lgan. Shu maqsadda Hindiston, Sheroz, Isfahon va Damashqning mashhur usta hunarmandlari mamlakatda hashamdor imorat va inshootlar bino qilganlar. Amir Temur hukmronligining ilk davrida Kesh shahrini poytaxtga aylantirish niyati bo'lib, uning obodonchiligiga katta ahamiyat berdi. Bu yerda mashhur Oq saroy qad ko'tardi. Amir Temur Keshni Movarounnahrning madaniy markaziga aylantirishga harakat qildi. Shu bois bu shahar Qubbat ul ilm val adab unvoniga ega bo'ldi. Saltanat poytaxti Samarqand Amir Temur davrida ayniqsa gullab yashnadi. Shaharda Isfahon, Sheroz, Halab, Xorazm, Buxoro, Qarshi va Keshlarning me'mor va binokorlari qo'li bilan saroylar, masjidlar, madrasalar, maqbaralar qurildi. Shahar tashqarisida esa bog'-rog'lar va bo'stonlar barpo qilindi. Xususan Shohizinda me'moriy majmuasiga mansub Shodimulk og'a maqbarasi, Shirinbeka og'a maqbarasi va boshqalar qurildi. Shaharda Bibixonim jome masjidi, Amir Temurning qarorgohi, Ko'ksaroy va Bo'ston saroylar qad ko'tardi. Shahar tevaragi mustahkam qal'a devori bilan o'ralib, Ohanin, Shayxzoda, Chorsu, Korizgoh, So'zangiron va Feruza kabi nomlar bilan ataluvchi 6 ta darvoza o'rnatildi. Movarounnahrning dehqonchilik vohalarida, xususan Zarafshon vodiysida o'nlab sug'orish tarmoqlari chiqarilib, dehqonchilik maydonlari kengaytirildi. Yangi qishloqlar barpo etildi. Amir Temur davrida savdo, hunarmandchilik g'oyatda rivojlandi. Yangi bozorlar, savdo rastalari barpo qilindi. Amir Temur Yevropaning Fransiya, Kastiliya kabi yirik qirolliklari bilan bevosita savdo va diplomatik aloqalar o'rnatdi. Amir Temurning bu davrdagi faoliyati O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti, taraqqiyoti yo'lida shubhasiz ulkan ijobiy ahamiyat kasb etdi. Amir Temur biror mamlakatni tasarrufiga olishdan avval albatta o'sha joy aholisiga tinchlik yo'lini taklif etgan. Bu yo'l inkor etilgan holatdagina harbiy kuch ishlatgan. U davlat ahamiyatiga ega bo'lgan har bir masalani hal etishda shu sohaning bilimdonlari va ulamolari bilan maslahatlashardi. Odatda tibbiyot, riyoziyot, falokiyot, tarix, adabiyot, tilshunoslik ilmi namoyandalari, shuningdek ilohiyot va din sohasidagi mashhur ulamolar bilan suhbatlar o'tkazardi. Amir Temur saroyida ulamolardan Abdujabbor Xorazmiy, Shamsiddin Munshi, Mavlono Abdullo Lison, Bahruddin Ahmad, Xorazmiy Xo'ja Afzal, Olovuddin Koshi, Jalol Xoki va boshqalar xizmat qilardi. Sohibqiron Amir Temur 1405-yil 18-fevral kuni bu dunyoni tark etdi.
Sho'rolar tuzumi davrida Amir Temur shaxsi va faoliyatiga adolatsizlik bilan yondoshilib, bir yoqlama baho berilib kelindi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bunday qarashlarga barham berildi. Amir Temurning jahon tarixida tutgan o'rni o'z joyiga qo'yila boshlandi. O'zbekistonda uning faoliyatini o'rganishga va uni ommalashtirishga keng yo'l ochildi. Uning nomi O'zbekistonda abadiylashtirildi. Ko'plab shahar va qishloqlardagi shoh ko'chalar, maydonlar, jamoat xo'jaliklari, maktablar, kinoteatrlar uning nomi bilan ataldi. Toshkent, Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarning markaziy maydonlarida Amir Temurga haykal o'rnatildi. Toshkentdagi Amir Temur xiyobonida Temuriylar davri muzeyi barpo etildi. Amir Temur ordeni ta'sis etildi va xalqaro Amir Temur jamg'armasi tashkil qilindi. Amir Temur haqida 2 qismdan iborat badiiy film, spektakllar va she'riy hamda nasriy asarlar yaratildi. 2019-yilda yurtimizda Temurbeklar maktabi, harbiy akademik litseylar faoliyati joriy qilindi. Uning nomlanishi bo'yicha ham turli takliflar bo'lgan. Xususan, Amir Temur avlodlari, Temuriylar, sohibqiron izdoshlari kabi variantlar bor edi. Aynan Temurbeklar nomi tanlanganiga sabab Amir Temur Amir maqomiga 1366-yilda erishadi. Bunga qadar 26-30 yoshgacha u Temurbek bo'lgan. Ya'ni hozirgi kunda muassasa o'quvchilarining yoshidan kelib chiqib, ularning hozirgi holati Amir Temurning xos davridagi holatiga qiyoslangan. Ular hozir aynan Temurbekning yoshida deydi tarixchi. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda hukmdor, zobit, sarkarda ham jangchi sifatida gavdalanadi. Buyuk sarkarda va davlat arbobi bizga adabiy asarlar va davlat boshqaruvi tuzuklaridan tortib jahon tarixiga kirgan noyob arxitektura va qadimiy me'morchilik durdonalariga bo'lgan ulkan merosni qoldirdi. U yashab mehnat qildi, yerlarni zabt etdi va o'z tarixini, buyuk insonning tarixini yaratdi. Amir Temur bobomiz, mardu jasur bobomiz, jangu jadallar kezgan, ulug' davlat yurt tuzgan, abadiy o'chmas nomi, dilimizda kalomi, unutmaymiz hech qachon sizni ulug' bobojon. O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Dovrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Temur bobom mening bobom, mening bobom Temur bobom. Buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron.